Teatr tomoshalari haftaligi davom etmoqda. Bugun 2-kun. Tomoshalarimiz 7 kun davom etadi. 27-martgacha davom etadi. Afandining 5 xotini spektakliga marhamat. Men To'txonman. Yormani kelmoqda, tashlamoqda qadam. Agar menga boqmasa, doda rosa qiladi alam. Agar menga boqmasa, doda rosa qiladi alam. Men yorim ketaman deydi, ketkizgani qo'ymayman. Yorim ketaman deydi, ketkizgani Sirdaryo viloyat musiqali drama teatri ham 21-martdan 27-martga qadar eng sara spektakllar bilan siz aziz muxlislarga xizmat qilamiz. Kiringlar, kirish mutlaqo bepul. Maza qilib keldik, rahmat. Teatr ishtirokchilariga hammasiga rahmat. Hammalarini omadlarini bersin. Juda xursandmiz. Juda ham qiziq bo'ldi menimcha. Ham tarbiyali aktyor aktrisalar professional darajada o'ynadi deb o'ylayman men. Bunaqasilar ko'p bo'lishi kerak deb o'ylayman. Shu? Biz ham bugun men bilardim. Bugun teatr haftaligi boshlanganini o'zi har doim kelib turardim. Bu juda ham zo'r bayramga zo'r sovg'a bo'libdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman kelishlaringda, kelganlaringda afsuslanmaysizlar. Faqatgina ma'naviy hordiq olib, maza qilib ketasizlar.